Hujumchi santexnik akalarimizga aqli yetmaydigan foydali maslahatlarimni sizlarga berib ketaman. Birinchi o'rinda mana shu Hatcha Trending haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Xo'p, Hatcha Trendingning afzalli taraflari tepadan kelayotgan suv bilan axlatni pryomo kelib turadi. Mana ko'rib turganlaringizdek tashqariga sirazi chiqib ketib qoladi. Hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Tepaga qolib ketib, mana bu yerga qotib qolish yoki kanalizatsiya to'lishiga sabab bo'lib qolmaydi. Agarda mana shu yerga Hatcha Trending mazmunida treyning qo'yganlaringizda tepadan ikkinchi etajdan suv keladi. Ikkinchi etajdan kelayotgan suv ana shu Hatcha Trending ichidan keladida tepaga ham suv sachiraydi, pastga ham suv sachiraydi. Ana bu tepaga sachragan axlat esa qotib qoladi. Qotib qolgandan keyin kanalizatsiya to'lishiga sabab bo'ladi. Bunga juda e'tibor berish kerak. Xo'p, ikkinchi o'rinda mana shu uklonga juda ham ahamiyat berish kerak. Shu uklonga qarash kerak. Hop, qonun bo'yicha 2 metrga 2 sm, 1,5 sm uklon qo'yiladi. Biz esa mana bu yoqqa riskga tushib ketish uklonini qo'yib qo'ydik. Bunga sabab bu yoqqa 6 metr uzunlikda kelgan kanalizatsiyamiz. 6 metrga sirazi katta uklon berib qo'yganimizda suv ketib qolardi. Axlat esa ichiga qolib qotish va to'lish sabablariga keltirib chiqarardi. Shuning uchun mana shu yerda biz chiroyligina uklon berganmiz. 4,5 metrga 2 sm uklon berganmiz. Xo'p, shu o'rinda yana mana shu yerdan sanuzel haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Uncha santexnik akalarimizning aqli yetmagan fantaziyalar bo'lgan bu yerga bemalol santexnik akalarimizga jo'natib qo'yaverasizlar. Xo'p, sanuzelimiz mana aka. Sanuzelimizda hozir bitish jarayonini ko'rsataman sizlarga. Mana aka, bu yerda ham 100% biz Hatcha Trendingdan foydalanganmiz. Hech qanaqasiga treyning qo'ymaganmiz. Ikkinchi etajdan kelayotgan suv va axlat bemalol tashqariga chiqib ketadi. Agar shu bunday joylarga treyning qo'ysalaringiz, treyningga qolgan joylarga zarar yetkazadi va hid jorish yoki to'lib qolish sabablarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun doim mana shunaqa Hatcha Trendingdan foydalaninglar. Bu esa mijozlarimizga uzoq vaqt ishlashiga sabab bo'ladi.